Turkmanlar o'zbekcha tushunadi? Ha. Tushunayapmi turkman? Biladi? Hoş keltirdim. Salomat bo'ling, rahmat sizlarga. Qavmi halim. Nima ovqat qilasizlar? Ovqat. Tamoq shu, tamoq. Nima tomoq? Oti nima? Nima? Chektirma. Chektirma. Guruch bo'ladi ichida. Ha, guruch bor. Yana nima solasizlar bunga? Ay, shular bilan mishurliyada. Ha. Shundan Bularda yana bir chiroyli narsa ko'rinib qoldi ko'zimga qaranglar. Yemigan Bu limonad, bu limonad. limonad. Emdu. Duq. Bu duq. Duq, ayran. Turkcha biliyor Evet, musun sen? biliyorum. Oo, Söyle bana Türkçe. Bunun adı emdu, limonad. limonad bu. Limonad. Bu da tavuk. Bu Bu da tavuk. soğan. Bu bıçak. Ben de Ali Rıza. piyaz. Piyaz. Ha, piyaz yağlam. Bular pishirib ovqat qilishyapti. Eronda Ko'rgon shaharchasidaman. Tabiatni qarang, chiroyligini. Sizlar Eronda tug'ilganmisizlar shu yerda? İran Türkmenler. Eron turkman. O İran Türkmen. Yo, Turkmanda tug'ildilar endi. İran Türkmenler bular. Shu yerda tug'ilgan, ha? İran, Grajdan İran Türkmen. Ha, Qoroli. Bir İran Türkmen. Eron turkman. Turkmanistonga bordilaringmi? Ya Türkmenistan tanıymayan. Tanimaysizlar. Ketmadilaring yoqqa. Yoqimli ishda hammaga. Rahmat. Mamnun. Oluyor daha iyi. Tamam ben. Salomat Allah'a bo'linglar. emanet ol. Sanada. Turkmanlar, Eronning turkmanlari ekan bular. Tabiatni qarang, chiroyligin. Maşallah. Bu payshanba, juma kunlari Eronda dam olish. Va shu dam olishdan foydalanib biz ham sayohatga chiqqandik tabiat qo'yniga. Kaspiy dengizi bo'ylarida mana shunaqa yashillik